Ha, bunday ekan. Dada. Siz yangiligim bu. Yana nima boshlading? Yaxshi niyatda magazin ochdim. Shuni amakim bilan ikkovlaringiz borib ochib beringlar lentani qirqib. Ey, siz olib kelib ochilishni nima qilyapti? Bu ham bir baxtda. To'g'ri aytasiz. Tayyormisizlar? Ha, ochgan tezroq. Nima ochding ekan? Ana, Qani? Mana dada. Yoqdimi sizlarga? Nima bu bacham? Kiyim. Qanaqa kiyim bu? Qanaqa kiyim bu? ko'rmay turibsan, mana u. Ey, nima bu? Shunaqa magazin ochding. Nima bu? Ey, nima bu? Erkaklar kiydi undan. Nima bu? O'g'lingiz nima ish qiladi? Ayollar ichki kiyim sotar. Amca, ne ish deyman qan qo'yinqa davlingiz ko'tarib. Keting. Ey, ha qo'yinqani bo'ladida. Hozir tushuntiramiz. Dam tadang davlingiz. Ana ko'tarib. Kichkina magazin nasib bo'lsa buni katta. Ana yibing. Kattalarni ham sotadi. Dada bir marta ishonmay biznesimiz zo'r bo'lib ketdi. Sizlar reklama deb chaqirtirdingizlarmi? Bu kim bu? Bloger chaqirganman, shu reklama qilib yurtadi. Reklama qilsam bloger zo'r bo'ladi, Amca. Qani, bloger chaqirtirding bu? Bloger nima kerak? Dadang davlingiz qiladi. Soundda blogerda. Ha, blogerman. Profiling nima? Azmir Vayn. Menga qara, Azmir Vayn. Nimani reklama qilishingni bilasanmi o'zbekda? Yo, bilmayman, menga do'kon deb chaqirdilar-da, nima qilay? Nechima do'kon qilgansan? Yo, endi men boshlanayotgan blogerman-ku, shuning uchun barterga gaplashganman. Barter? Ha. Ha, bo'ldi, reklama qilgan. Bu. Amca qanday bloger ekan bu? Au, yosh endi chiqayotgan bloger ekan, barterga kelibdi. Barter nima u? Ha, reklama qiladi, video qo'yib beradi, o'rniga magazindan narsa olib ketadi.